Salam qadrli savodashlar, bugun biz 37-38 darsni o'tamiz. 37-38 darsda asosliq so'zlaydiganimiz bo'lsa, biz o'rganib o'tgan kelgusida aniq muqim bo'lish tegishlik yoki planlanib bo'lgan harakatni ifodalash yo'li bilan hozirning o'zida bo'layotgan harakatni ifodalash usulining ichidagi bu ikki usulninki deyish usulidagi farqini o'rganib o'tamiz. Darsda iltabir. Oldi bilan 37-38 darsning so'zliklari qarab chiqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? V ekan. Ya'ni W ni nima deb oldik? Og'izni o'tirg'i yig'ib olib, ikki yang ochdik. V. V-ga r-ni qo'shsak, work ni qo'shsak, work. Work. Work degan gap, ya'ni xizmat qilish degan ma'nosi chiqadi. Ya'ni Uyg'ur tilidagi ishlash degan ma'nosi chiqadi. Va ishlayman deymiz-ku. Work, work. İkinci sözün birinci tavsiye imkan ha ani qo'sa ha, r-ni qo'sa har, d-ni qo'sa hard. Hard degan qattiq, qattiq. Biz buni o'rganib o'tgan, lekin buningki biz amaliy ma'nosini o'rganib o'tgan hard deydik, ya'ni qattiq degan ma'nosi bor. Undan boshqa abstraktni ma'nosi bor. Qattiq ishlash deb qo'yamiz, qattiq tirishish deb qo'yamiz. Ashuna abstraktni ma'nosidagi qattiq degan ma'nosi chiqadi, Amma so'zning birinchi tovushi nima ekan? M'ni qo'shsak make ni qo'shsak make. Make de yasash degan gap. Yasash. Ma'lum bir narsani yasash. Masalan, sizlar buni o'tib o'tgan, masalan, ba'zi mahsulotlarning ustida qarasanglar, modern masalan Germany deydi, Germaniyada ishlangan degan gap. Make'ninki o'tmish zamon shakli, made in Germany deb o'qiymiz o'qigan chaqda. Ya'ni make de yasash degan ma'nosi bor. Anaki keyingisi nima ekan? Bookcase. Biz buni o'rganib o'tgan. Book degan kitob degan gapdi, case degan quti degan gapdi. Kitob qutisi degan nima deymiz biz? Kitob shkabi. Bookcase. Amma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Qani qo'shsak ha. Anaki nima ekan? M'ga r-ni qo'shsak mer. Hammer degan gap, ya'ni hammer degan gap, bolqa degan gap, bolqa. Endi hozir burun qo'lni jo'g'irtig'i, hozir yaqindan yozganlar jo'g'irdigan bo'ldi hamini, bolqini jo'g'irdigan bo'ldi, hammerni bolqini jo'g'irdigan bo'ldi. Esingizda saqlab olsam bo'ldi. Hammer degan bolqa. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? P-ga. P-ga ni qo'shsak pay. Ni qo'shsak paint, ni qo'shsak paint. Paint degan asli ma'nosi bo'yash degan gap, bo'yash. Andan keyin Uyg'ur tilidagi ma'nolar nima deb chiqadi? Sirlash. Andan keyin moy bo'yoq rasm sizish degan ma'nosi chiqadi, paint. Ammo u so'zning birinchi tovushi nima ekan? P-ga. P-ga ni qo'shsak p, ni qo'shsak peng. Ni qo'shsak peng, ni qo'shsak pink. Pink degan gap, ya'ni biz qizlar eng yaxshi ko'radigan rang shaptul chechik rang degan gap, shaptul chechik rang. Pink. Shaptul chechik rang. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? F-ga. F-ga ni qo'shsak fa. V-ga ni qo'shsak v. V-ga ni qo'shsak v. Anki nima ekan? R-ga ni qo'shsak red, qo'shsak red. Fa, v, red. Buningki urg'usi nima degan? 5 degan. Shunga 5ni eng kuchli qilamiz. Favorite, favorite. Ya'ni favorite desanglar bo'ldi. Favorite desanglar bo'ldi. Angliya talaffuzi. Favorite desanglar, ya'ni Amerika talaffuzi eng yaxshi ko'radigan degan gap. Mana so'zni biz burunmi o'rganib o'tgan homework. Homework degan gap, ya'ni oila topshiriq uyda ishlaydigan ishni topshiriq deymiz-ku. Homework. Home'ni bilamiz, oila, work'ni bilamiz, xizmat, oilada ishlaydigan xizmat, topshiriq degan gap. Homework. Keyingisining birinchi tovushi nima ekan? L-ga. L-ni qo'shsak le. S-ga ni qo'shsak sh, ni qo'shsak shin. Listen. Listen degan anglash degan gap, Listen degan anglash degan gap. Oxir so'zning birinchi tovushi nima ekan? D-ga. D-ga en qo'shsak d, shni qo'shsak dish. Dish degan gap, ya'ni qachqucha. Uningdan boshqa say qo'rma degan ma'nosi chiqadi. Dish. Qo'rma, andan keyin qachqucha. Butun so'zning o'qilishi. Work, xizmat qilish. Hard, qattiq, tirishib. Make, yasash. Bookcase,
kitap şkabı. Hammer, bulka. Pink, şaptıl çiçeğiren. Favorite, en yaxşı kıdığan. Homework, tapşırık. Listen, anlaş. Dish, taxsa, koruma. Work, hard, make, bookcase. Hammer, paint, pink. Favorite, homework, listen, dish. Endi 37 dersin tekstiga aytizlik qarab chiqayli. 37 dersin tekstim to'g'riliq ekan degan chog'da Dan bilan George ismli kichik odamning o'tirishga qarang ekan. Dan kirib qopti, kirib qolsa George ishlatdi, bunda so'rabdi. You're working hard, George. What are you doing? Siz nihoyat bek ishlab ketibsiz-ku, George. What are you doing? Buni bilamiz, nima ish qilyapsiz deydi. I'm making a bookcase. Men bir kitob jazisi yasayapman, kitob shkaf yasayapman. Give me that hammer please, Dan. Yani bulqini manga apasingiz Dan deydi. Which hammer? Qaysi birini? This one? Buni biz o'rganib o'tgan. Qaysi bulqini ma'lum deb ko'rsatdi. No, not that one. Yo'q, uni emas. The big one. Cho'ngini. Here you are, man elim. Thanks, Dan. Rahmat, Dan deydi. What are you going to do right now, George? What are you going to do now, George? Neda siz hozir nima qilmoqchi, George dedi. I'm going to paint it. Men buni sirlamoqchi. Bu sirlashni nima qilib bo'ldi? Qo'lda sir bor. Buning uchun sirlasam bo'ldi. Endi qish shunglashqa buni kelgusida bo'lgan aniq yuz beradigan ish qatorida shu jumla shaklida debdi. I'm going to paint it. What color are you going to paint it? What color? Qaysi rangda are you going to paint it? Yani buni qaysi rangda sirlamoqchi? I'm going to paint it pink. Men buni nima shaptul chechik rangda sirlamoqchi. Pink, hayron qoladi. Nima shaptul chechiga dedi. This bookcase isn't for me. Bu kitap jazisi men uchun emas. It's for my daughter Susan. Bu mening qizim Susan uchun. Pink's her favorite color. Yani shaptul chechik bo'lsa, uning eng yaxshi ko'radigan rangi. Shundan tekst mushu ekan, tekstga muhim grammatikalik nuqtalar qarab boqaylik. You're working hard, George. You are working hard, George. Siz bir qattiq ishlayapsiz, George deydi. Work hard. Work degan xizmat qilish, ishlash degan gapda, hard degan qattiq. Work hard degan gap, ya'ni qattiq ishlash, baktirishib ishlash degan gap. Study hard bo'lsa, ya'ni qattiq o'rganish, baktirishib o'rganish. Ya'ni hard fe'lning keyinda kelib, tirishib manda qilish deganni ko'rsatadi. Work hard, study hard, hammasi o'xshash. Hard keyinda keldi, tirishib ishlash, tirishib o'rganish, tirishib anglash, tirishib bijim qilish degan hamma ishlasanglar bo'ldi. Here you are ni bilamiz. Here you are degan men eling degan gapdi. Biz buni o'rganib bo'lgan, Ammo grammatika qarab boqaylik. What are you going to do now, George? Endi nima ish qilmoqchi, George? What are you going to do? I'm going to paint it. Men buni sirlamoqchi. Qaranglar. Biz o'rganib o'tgan kelgusida bo'lgan aniq yuz berish tekshik ishlarni going to bilan ifodalaymiz degan to'q. Uni oldiga nima keldi? Be fe'l keladi, ya'ni kesim fe'l keladi. Be fe'l degan nimani ko'rsatdi? Is, am, are. Bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa deganni biz ingliz tilida kesim fe'l, uyg'ur tilida kesim fe'l deydiq yoki be fe'l deydiq. Anikin going to keladi, anikin bir fe'l keladi, shuningla manda qilmoqchi degan ma'ni bildiradi. Masalan, I'm going to swim this afternoon. Men bugun tushdan keyin suv uzmoqchi. I am. I bo'g'achqa nima qilyapti? Am qilyapti. I'm going to men qilmoqchi swim. Suv uzmoqchi this afternoon. Bugun tushdan keyin. Endi demakchi, igiga qarab be fe'l o'zgaradi. Masalan, she desakchi. She is going to cook for children. Yani she is going to cook. U tamoq etmoqchi for children. Kimlar uchun? Bolalarga tamoq etib bermoqchi. U ham narsani tayyor qildi, tamoq etish uchun peshtamini tatdi, seko'kdan tayyor qildi, go'shtni janab bo'ldi, bolalarga tamoq etib bermoqchi. Shuna sharoitda bizni sekulgan she is going to cook. U tamoq etmoqchi. Kim uchun? For children. Bolalar uchun. Masalan, they desakchi, ular desakchi. They'ga ular ko'plikni nima keldi? Are keldi. They are going on holiday tomorrow.
they're going on holiday tomorrow. They're going on holiday tomorrow degan gap. They go on degan berish degan gap. They are going on holiday tomorrow. Ular әтті саяхатқа chiqmoqchi. Diqqat qilinglar, agar bu xil shakl bilan bormoqchi degan gapni ifodalamoqchi bo'lsanglar, masalan going to go to, masalan I'm going to go to school demoqchi bo'lsanglar, men maktabga bormoqchi demoqchi bo'lsanglar, ikkinchi go to'ni olmasanglarmi bo'ladi. I'm going to school desanglar bo'ladi. I'm going to school desanglar bo'ladi. Men maktabga bormoqchi degan ma'ni ifodalaydi. Ya'ni ingliz tilida, ya'ni going to dan keyin, ya'ni mandaq men bormoqchi demoqchi bo'lsanglar, ikkinchi go to'ni olmasanglar bo'ladi. Masalan I'm going to go to school now. Men hozir maktabga bormoqchi desak, mushta deydiq-ku, lekin ikkinchi go to'ni olmaysizlar. I'm going to school now desanglar bo'ladi. She's going to your home tomorrow. O'z sizin uyingizga bormoqchi. Bu yerga ikkinchi berish deganni olmasanglar bo'ladi. She's going to your home tomorrow. Sizin uyingizga bormoqchi deb olsanglar bo'ladi. Diqqat qilinglar shu. Keyin grammatika. What color are you going to paint it? Siz buni qaysi rangda sirlamoqchi? Biz o'rganib o'tgan, ya'ni I am going to paint it pink deganim bo'ldi. Men buni shaptul chetiga rangda sirlamoqchi. Asl jumlani qarab olsak, you are going to paint it pink. Siz buni shaptul chetiga rangda sirlamoqchi degan ma'no chiqadi. Are you going to paint it pink? Siz buni shaptul chetiga rangda sirlamoqchimi? Ya'ni bepenallığı chiqarib olsak, oddiy so'roq jumlaga aylandi. Buni alayda so'roq jumlaga aylantirish uchun nimani qo'yib qoldiga? Alayda so'roq so'zini qo'ydik. Undan sonra bir yerde qaysi rang demekçi. Eğer what'ni ishlasak, what qaysi degan ma'noni bildirgan chaqda, u aniqlab kelgan qaysi bir narsa shuni aqsiqlam keldi. Color, undan shuni aqsiq chiqitgan qog'oya o'zgarmaydi ekan. Ya'ni what colorni what'ni keyin kelibdik. Are you going to paint it? Qog'oyari qanday qilmabdi jumlaninki o'zgarmay shu pet kelibdi. What color are you going to paint it? Yani what color are you going to paint it? Yani bu ne siz qaysi rangda sirlamoqchi deganni qanday ekanmiz? Mushuna ifodalaymiz. Biz oddiy so'roq jumlaga aylantirish, uni alayda so'roq jumlaga aylantirishni o'rganib o'tgan ingliz tilidagi eng yuqori so'roq jumla nimati? Alayda so'roq jumlati, Shunga buni keyin yandirib etsanglar, bu jumlani tarjima qilib ma'nolaysizlar. Keyin grammatika. Ya'ni George'ning deb javob, this bookcase isn't for me. Bu kitobchasi bo'lsa emas, for me. Men uchun. Men uchun emas degan, men o'zimga yashamayapman deb qo'yimiz-ku hamda uyg'ur tilida. This bookcase isn't for me. For degan nima? Uchun degan ma'no chiqadi. For me degan men uchun. For you degan sen uchun. Shunaqa. It's for my daughter. Bu bo'lsa mening qizim uchun. Susan bilan qanday qilgan daughter ikkisi tanglash bilan. Bo'lsa bu mening qizim uchun, ya'ni Susan uchun demakchi. Uning qizi kim o? Susan kim o? Uning qizi. Ya'ni bir jumla o'tirishda ikki pesh orliq qildik gap, shu ikki peshning oldidagi gap bilan o'xshash ma'no chiqadi. Buni oldingi darsda degan to'qa. Pink's her favorite color. Ya'ni shaptul chechiga bo'lsa, uningki eng yaxshi ko'radigan rangi. Ondan sonra narsaning keyiniga bir pesh qo'yib, asini qo'yib bersak, shu narsa bo'lsa degan bildirdi-ku. Endi narsaning keyiniga qana shu narsaning keyiniga bir pesh qo'yib, asini qo'yib bersak, shu narsa bo'lsa deganni bildirdi shunaqa. Agar odamlarni bildirgan ismlarning keyiniga, bir pesh qo'yib, asini qo'yib bersak, nima bo'ldi-ku? Ya'ni shu narsaning, yoki shu odamning degan ma'no bildirdi. Mesela alimning keyiniga bir pesh qo'yib asini qo'yib bersak, alimning degan ma'no bildirdi. Bu ikkisiga diqqat qilsanglar bo'ldi. Undan tekstning tarjimasiga qarab boqaylik. You're working hard, George. Siz bek qattiq ishlab ketibsiz-ku, George. Baydidoq, siz bek qattiq ishlab ketibsiz-ku, George deydi. What are you doing? Nima ish qilyapsiz? I'm making a bookcase. Men bir kitobchasi qana qilyapman, yasayapman. Give me that hammer, please, Dan. Bunu bilsizlar, give me that hammer. Bulqini mangsuni yutanga, beri yutanga, Dan deydi. Which hammer? Qaysi bulqini? Which hammer? This one? Bunu mu deb qo'liga birsini oldi. No, not that one. The big one. Yo'q, uni emas, cho'ng birsini deydi. Cho'ngni deb olamiz-ku. Here you are. Man, eling tutung deydi. Aytmaydi, thanks, Dan. Dan, rahmat sizga deydi.
Endi what are you going to do now, George? Endi hozir siz nima ish qilmoqchi? Hozirning o'zida bo'layotgan ish emas, endi bundan keyin bo'lgan aniq bo'lib ketgan ishni ko'rsatyotdi. What are you going to do now, George? Siz endi hozir nima ish qilmoqchi? I'm going to paint it. Men buni qanaqa qilmoqchi deydi? Sirlamoqchi. What color are you going to paint it? What color are you going to paint it? Ya'ni bu yerda what color are you going to paint it degan grammatik nuqtasida bo'ldik. Siz buni qaysi rangda sirlamoqchi? I'm going to paint it pink. Men buni shaptul chechigi rangda sirlamoqchi. Pink. Hayron qolyapti-da. Nima shaptul chechigida deydi. This bookcase isn't for me. Bu kitobchasi men uchun emas. It's for my daughter, Susan. Ya'ni bu mening qizim uchun. Ya'ni Susan uchun deydi. Pink's her favorite color. Pink's her favorite color. Ya'ni pink ya'ni shaptul chechigi bo'lsa, uningki eng yaxshi ko'radigan rangi deydi. Shuning bilan bu tekstninki tarjimasi mishada oyoqlashdi. Buning ichida sil bilmagidek cho'ng narsalar yo'q. Grammatik muhim nuqtalarni men grammatik nuqtasida dedim. Ashni yaxshi ko'rsanglar bo'ldi. Qolgan yerda bu tarjimada sil qo'qqidek yoki sil bilmagidek hech qanday narsa yo'q. Ham yerni biz o'rganib bo'ldik. Ham davomli mashq qilyapmiz-ku. Endi tekstni o'qilishga qarab boqaylik. 37-darsning tekstning o'qilishi. Tekstni o'qigan chaqda men asta bir qatim, normal bir qatim, tez suratda bir qatim o'qib beraman. Siz shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. You're working hard, George. What are you doing? I'm making a bookcase. Give me that hammer, please, then. Which hammer? This one? No, not that one. The big one. Here you are. Thanks, then. What are you going to do now, George? I'm going to paint it. What color are you going to paint it? I'm going to paint it pink. Pink? This bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Tekstning normal suratda va tez suratda o'qilishi. Tekstning normal suratda o'qilishi. You're working hard, George. What are you doing? I'm making a bookcase. Give me that hammer, please, then. Which hammer? This one? No, not that one. The big one. Here you are. Thanks, then. What are you going to do now, George? I'm going to paint it. What color are you going to paint it? I'm going to paint it pink. Pink? This big bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Endi tekstninki tez suratda o'qilishi. You're working hard, George. What are you doing? I'm making a bookcase. Give me that hammer, please, then. Which hammer? This one? No, not that one. The big one. Here you are. Thanks, then. What are you going to do now, George? I'm going to paint it. What color are you going to paint it? I'm going to paint it pink. Pink? This bookcase isn't for me. It's for my daughter, Susan. Pink's her favorite color. Endi 38-darsninki mashqqa qarab boqaylik. 38-darsning mashqida nimning farqi bor ekan? Kelgusida aniq bo'lib bo'lgan ishni qanday ifodalaymiz? Hozirning o'zida bo'layotgan ishni qanday ifodalaymiz? Biz bu ikki shaklni o'rganib o'tgan, shunaqdimi yana bir takrorlaylik. What are you going to do degan siz nima ish qilmoqchi? Ya'ni aniq bo'lib ketgan kelgusida bo'lgan ishni bildirdi. What are you doing now degancha hozirning o'zida siz nima ish qilasiz? What are you doing now degan hozirning o'zida nima ish qilasiz? What are you going to do degan kelgusida aniq planlanib bo'lgan, aniq yuz berdi deb qaralgan gapni biz what are you going to do bilan ifodalaydik. What are you doing now desakchi, ya hozirning o'zida nima ish qilyapsiz degan chaqda bu nimani bildirdi? Uni shu gap qilayotgan paytning o'zida yuz berayotgan harakatni ifodalaydi. Tekst qarsak, tekstda birinchi rasm kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishkan, ikkinchi rasm hozirning o'zida bo'layotgan ishkan. Birinchi rasm qarsak, nima ekan? Bu shu sopun parashkini anondan keyin ma tig'ni, ya'ni saqal tig'ni tayyor qilibdi, saqalni olmoqchi ekan. Undan bir so'rabdi. What are you going to do?
Bunu deb javob beribdi. I'm going to shave. Men saqalimni almoqchi. Siz nima ish qilmoqchisiz? Men saqalimni almoqchi. Endi ikkinchisini deb so'rash kerak. What are you doing now? Hozir siz nima ish qilyapsiz? Now I'm shaving. Men bo'lsam hozir qana qilyapman? Ya'ni saqalimni elyapman. Ikkinchi rasmda bu odam nimani qilmoqchi ekan? Avtobus saqlamoqchi ekan. What are you going to do? I'm going to wait for the bus. Wait for the bus. Endi keyingi rasmda-chu bu odam hozirning o'zini saqlab o'tibdi. Shunaqa, undan so'ng what are you doing now? Now I'm waiting for the bus. Men bo'lsam hozir qana qilyapman? Avtobusni saqlayapman. Wait for degan saqlash degan gapni o'yinib bo'lgan. 5-chi rasmda bu bolalar topshiriq ishlamoqchi ekan. Shunaqa, hozirning o'zida bular nima ish qilib o'tibdi? Yani daftarlarni elib, qalamlarni tayyor qilib o'tibdi. Shunlashqa so'rgan chaqda what are you going to do? Sizlar nima ish qilmoqchi? We are going to do our homework. Biz topshiriqlarimizni ishlamoqchi. Endi ikkinchi bu daftarni tayyor qilib, topshiriqni ishlab o'tibdi. Unda bo'lsa, sizlar nima ish qilyapsizlar deb so'rayman-ku. What are you doing now? What are you doing now? Sizlar hozir nima ish qilyapsizlar? Desam, now we are doing our homework. Biz hozir bo'lsak topshiriqlarimizni ishlayapmiz. Endi 7-chi rasmda bu odam kitob ishkavini sirlamoqchi ekan. So'ngra undan so'ng what are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? I'm going to paint this bookcase. Men bu kitob ishkavini sirlamoqchi. 8-chi rasmda bu kitob ishkavini hozirning o'zida sirlab o'tibdi. Undan bo'lsa men deb so'rayman, what are you doing now? What are you doing now? Hozir nima ish qilyapsiz? Now I'm painting this bookcase. Men bu kitob ishkavini sirlayapman hozir. 9-chi rasmda bular nima qilmoqchi ekan? Radio anglamoqchi ekan. Ya'ni stereo yoki loying deb qo'yamiz yoki unalg'i anglamoqchi ekan. Undan what are you going to do? Sizlar nima qilmoqchi? We are going to listen to the stereo. Biz nima unalg'i anglamoqchi. 10-chi rasmda bular hozir anglab o'tibdi. Undan what are you doing now? Now we are listening to the stereo. Biz bo'lsak hozir qana qilyapmiz? Unalg'i anglayapmiz. 11-chi rasmda bu ayol taxslarni yuvmoqchi ekan, taxslarni akilib o'tibdi, yuydigan yerga shunaqa. Unda bo'lsa biz nima so'raymiz? What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? Bu ayol nima javob beribdi? I'm going to wash the dishes. Men qochquchalarni yuvmoqchi. What are you going to do? I'm going to wash the dishes. Men qochquchlarni yuvmoqchi. Endi 12-chi rasmdan oxirgi rasmda bu ayol hozir qochquchlarni yuvib o'tibdi. Unda bo'lsa men nima deb so'rar ekanman? What are you doing now? Hozirning o'zini nima qilyapsiz desam, now I'm washing the dishes. Men hozir nima qochquchlarni yuvyapman. Bu endi bizningki shu 38-darsningki mashq teksti ekan. Ya'ni bu mashq tekstida asosliq bizga bildirmoqchi o'g'ni hozirning o'zida qilinayotganini ish ham kelgusida aniq planlanib bo'lmoqchi bo'lgan ishning savoli va buning javob berish usuli ekan. Tekstni tezlik bir qatam o'qib berma, siz shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Birinchi rasm. What are you going to do? I'm going to shave. Ikkinchi rasm. What are you doing now? Now I'm shaving. Üçüncü resim. What are you going to do? I'm going to wait for the bus. Dördüncü resim. What are you doing now? Now I'm waiting for the bus. Beşinci resim. What are you going to do? We are going to do our homework. Altıncı resim. What are you doing now? Now we are doing our homework. Yedinci resim. What are you going to do? I'm going to paint this bookcase. 8. resim. What are you doing now? Now I'm painting this bookcase. 9. resim. What are you going to do? We are going to listen to the stereo. 10. resim. What are you doing now? Now we are listening to the stereo. 11. resim. What are you going to do? I'm going to wash the dishes. 12. resim. What are you doing now? Now I'm washing the dishes. Şun bilan bizning 37-ci 38-ci darsimiz bu yerda oxirlashdi. 37-ci 38-ci darsda bizning asosiy o'rganganimiz bo'lsa, hozirning o'zida bo'layotgan ish bilan kelgusida aniq bo'lmoqchi bo'lgan. Nihayat aniq bo'lib bo'lgan, planlanib bo'lgan, tayyor bo'lgan, qislan bo'lgan, ya'ni qilishga tegishli bo'lgan yoki cho'qim 101 deb qaralgan
bu ishlar o'tirsidagi, ya'ni jumbosh jumla degan chaqdagi ikkisiniki ifodalash usulidagi farqni o'rganib o'tdik. Undan boshqa muhim ba'zi so'zlarni o'rganib o'tdik. Shuningdek darslarni intayin yaxshi ko'ringlar. Mashq darsiga vaqtida qatnashinglar. Xayr, xush vaqt bo'linglar. Mashq darsida ko'rishaylik.